Zukkolar va landavurlar yuqori darajadagi muvaffaqiyatga hissa qo'shadigan omillarni o'rganadigan ajoyib kitob. Muallifning ta'kidlashicha, biz ko'pincha imkoniyat va vaziyatning roliga emas, balki shaxsiy iste'dodga juda ko'p e'tibor qaratamiz. Kitobda berilgan yana bir tushuncha bu Mityu effekti. Bu boylar boyib boradi, kambag'allar esa qashshoqlashadi degan fikr. Gladuerning ta'kidlashicha, bu hodisa nafaqat pulga, balki imkoniyatlarga ham tegishli. Imtiyozli sharoitlarga tug'ilganlar muvaffaqiyatga erishish uchun zarur imkoniyatlarga ega bo'lishi ehtimoli ko'proq bo'lar ekan. Zukkolar va landavurlar bu muvaffaqiyat haqidagi an'anaviy tushunchamizni shubha ostiga qo'yadigan o'ylantiruvchi kitob. Katta yutuqlarga hissa qo'shadigan omillarni tushunishga qiziqqan har bir kishi o'qishi foydali bo'ladi. Bu kitobni o'qish uchun ba'zi sabablar muvaffaqiyat haqidagi taxminlaringizni shubha ostiga qo'yadi. Imkoniyat va vaziyatning roli haqida yangi nuqtai nazar beradi. Sizga amaliyotning ahamiyatini o'rgatadi. Davomli harakat tug'ma talantdan foydaliroq ekanini ko'rsatadi. Zukkolar va landavurlar qanday qilib muvaffaqiyatli inson bo'lish bo'yicha qo'llanma emas. Bu siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan hayot qonuniyatlari olamiga zavqli bir sayohatdir. Kitob necha yil davomida New York Times va Amazon bestselleri ro'yxatdan tushmagan ushbu kitobni ko'plab mutaxassislar muvaffaqiyat haqidagi eng jiddiy kitob deb talqin etishgan. U tushunarli, aniq ma'lumotga boy va qiziqarli tarzda yozilgani sabab ko'plab kitobxonlarga manzur bo'ladi. Kitob talablarga, o'qituvchilarga, o'quvchilarga, tadbirkorlarga umuman muvaffaqiyat qonunlarini kashf etish, o'z ishida professional bo'lishni, biron bir sohani o'rganishni xohlaydiganlarga tavsiya etiladi.